Yangi dalalardagi ishonchni qarang. Mana shunaqa qilib xohlagan joyingizdan qulupnay terish uchun kelasiz, xohlagan joyingizdan kirasiz va mana shunaqa katta qulupnaylar terib mazza qilib yeysiz. Zo'r tomoni, kirishingizdan oldin mana shu idishingizni tortirib ko'rasiz. Haqiqatni ko'ryapsiz, ishonchni. Tortirib ko'rasiz va qulupnaylaringizni terasiz. Keyin hammasini birgalikda tortirib ko'rsangiz bo'ladi. Shunda tergan idishingizni og'irligi ajratib tashaladi va faqatgina tergan qulupnaylaringizni kilogramm hisoblanadi. Mana shunaqa quyoshni ko'rgan, mana bunaqa somonning ichida o'sgan qulupnaylar mazali bo'lmasligi mumkin emas. Endiki savolim bor. Nima uchun qulupnaylarning ichida mana shu somon qo'shilgan? Kommentingizni fikringizni bildiring. Menga juda ham qiziq va javobini olamiz deb o'ylayman. To'rt tomoni xohlagancha qulupnay deyishingiz mumkin. Bu uchun pul to'lamaysiz. Terganingiz uchun pul to'laysiz. Qani biz qancha to'lar ekanmiz? Qiziqmi? Keling, ketdik. Ko'ramiz. Salkam 5 kilo terimiz 30 yevro bo'ldi. Tergan qulupnaylarimiz 5 kilogramm ekan. Hozir uyga boramiz va mana shu qulupnaylardan murabbo qilish jarayonini ham birgalikda ko'ramiz. Qani unda ketdik.